Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xohlasa mana bitta obyekt boshlandi. Kimga shunday joylarda bitkazib berish tom xizmati kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar shu nomerlarga. Bu ishimiz Qirg'izistonda bo'lyapti. Hamma materiallarni olib borib o'zimiz qilib berganmiz. Tepalarni shifr bilan yopib berganmiz. Kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Shu nomerlarda Telegram, WhatsApp 24 soat ishlab turadi. Katta ob'emda ishlarni ham olaveramiz. Ko'rib baho berib like bosib